Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan ko'rsatuvimiz davomida tumanimizning ko'ziga ko'ringan tashkilotlardan birida va hayotining keyingi kunlarida Shimoliy kon boshqarmasida xizmat qilgan ukamiz Hayitov Husniddin Shamsiddinov to'g'rilarida suhbat olib boramiz. Ukamiz Husniddin Hayitov Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida va shu tumanning Denov qishlog'ida dunyoga keladilar. Ukamizning otalari Hayitov Shamsiddin aka va ayalari Aslon va Sayyora opalar bo'ladilar. Shunday yaxshi insonni juda chiroyli tarbiyalagan ota-onalariga avvalambor rahmat. Qisqa vaqt ichida juda yorqin va uzoq iz qoldirib ketgan ukamiz. Afsuski, bugungi kunda oramizda yo'q inson. Azizlar, bu yigitimiz Do'stlik bayrog'i gazetamizning 14-yil 3-iyundagi 47-sonli nashrida ham mana ko'rinib turibdi. Mana ish holati to'g'risida yoritilgan. Uchquduq gazetamizning 24-yilda chiqarilgan sonida ham mana shu ukamizning faol mehnati, o'zini ko'rsatishi, o'zini tutishi gazetalarga ham yoritilib berilgan. Undan tashqari hozir aytib o'tdim, talaygina faxriy yorliqlar, talaygina sertifikatlar, talaygina yutuqli varaqalarni qabul qilib qo'lga kiritgan yigitimiz. Shunday ajoyib insonlarimiz afsuski oramizda bugungi kunda yo'q. Bularning o'zlari yo'q bo'lsa-da, ulardan qoladigan davomchilar bor. Endi jonlari sog' bo'lib, salomat bo'lib yursin deymiz. Mana faxriy yorliqlar sizdan ukamizga berilgan bu imkoniyatlar qisqa ekan. Alloh o'zi qabul etsin, joylarini jannatda qilsin. Azizlar, so'zimni yakunlar ekanman. Ukamiz Husniddinning va u kishining farzandlari abrorjonlarning yotgan joylarini jannatda bo'lsin deb Allohdan yana bir bor so'raymiz. Bularda qolgan farzandlari uzoq umr ko'rsin, rizqlari ulug' bo'lsin, oilalariga tinchlik, bolalariga hamisha sog'lik, salomatlik tilab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat azizlar. Hayitov Husniddin Shamsiddinovich 1986-yilning 31-mayda Buxoro viloyati Shofirkon tumani Denov qishlog'ida tug'ilgan. 2006-yilning sentyabr oyidan 2010-yilning avgust oyigacha Toshkent davlat texnika universitetida ta'lim olgan. 2010-yilning sentyabr oyidan 12-yilning dekabr oyigacha o'z ish faoliyatini Navoiy issiqlik korxonada qozon qurilmalari mashinisti va usta lavozimlarida ish olib borgan. 2010-yilning yanvar oyidan hozirgi kungacha Navoiy viloyati Uchquduq tuman Navoiy tog' va kon metallurgiya kombinati shimoliy bo'limida katta usta, bo'lim boshlig'i o'rinbosari, bo'lim boshlig'i lavozimlarida ishlab kelgan. Husniddin Hayitov ish faoliyatida talaygina faxriy yorliqlar, sertifikatlar va matbuot gazetalarda o'rin egallab, o'z izini qoldirib ketgan insonlarimizdan biridir.